Tartıvelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurrahim. Birinci bölüm. İkinci kısım. İhbar bovayning ağzını metilditib ko'z yoshi qilayotganligini ko'rib, agar bu bovay o'zi puzir kiyinivog'ini bilan bechora odam bo'lib qolsa, qo'rsiqi echib, shunga ishga talmirib ko'z yoshi qilayotganmidi deb o'ylab, qilayotgan ishini joyida tashlab, bovayning oldiga keldi. Bovay ihbarning chiroyiga xeyli uzun qarab turib o'tgandan keyin, "Siz ihbarmi qizim?" deb so'radi. Ihbar ha deganni qilib, beshini langishdi. Bovay ihbarga qarab, illiq birini kulimsirib o'tgandan keyin, "Qizim, men sizlarning yiroq tuqquninglar bo'laman. Uyga borsam Sardor bilan Nurxon yo'q. Mahalladagi qo'shni qulimlardan so'rsam, sizni mush atrofda ishlaydi deb mush yani aytib bergan edi. Boshqa ishmi yo'q qizim. Sardor bilan deyishdigan ozroq gap bor edi. Men hozircha ketib, kechdi kelay. Kechdi ko'rishaylik jinim qizim." Bovay ihbarga shularni deb qo'yib, ko'zidagi yosh yo'qini chapinining yengi bilan aytib, yuziga mehrli kulki yugurtib, orqasiga o'rilib, hosiga tayanganicha ketib qoldi. Ihbar bovayni uzatib qo'yib, tashlab qo'ygan ishini joyida boshlab, xizmatini davomlashtirdi. Bovay ihbarning yenidan qaytib, taksi to'sib, shaharning markaziga joylashgan bir pul muomala shirkatiga keldi. U taksidan tushib, binoga birdan qarab turib o'tgandan keyin ichiga kirdi va mulozimat rayonidagi yigitga, "Boshlidiringlarning ishxonasi qaysi tarafda? Meni boshlab borgan o'g'lim" debla yigitning orqasidan lidira ishxonasiga kirdi. Bu shirkatning bosh direktorining ismi Mavlud bo'lib, 45 yosh, muloyim, boshqalarga illiq ta'sir beradigan, to'liq qamlashgan biri edi. Mavlud lider ishxonasiga kirgan bovayni ko'rib, chiroy ifodasi birdilla o'zgarib, so'g'uq tusga kirdi. U bovayni o'ltirishga taklif qilmasdan, so'g'uqlik qilib shundoq dedi: "Bu yerga nima bilan keldilar? Sizlarning meni ko'rak ko'zlari yo'qdi-ku. 20 yil burun menga qilganlari yetmay, qayerlik yetganda ishlari pushu, qiladiganga ish topolmay, yana burtumi tatib baqqilari kelgan o'xshamamdi." Bovay Mavludning so'g'uq chiroy ifodasida do'q qilib degan so'zlarga eran qilib ketmaganda qiladi. U eg'ir birini uftartib o'tgandan keyin qaddini ruslab, tamkinlik bilan Mavludning chiroyiga qaramasdan, bu yerga Mavludni izlab kelishidiki, asli maqsadini uningga aytdi. "Bu yerga mening ishim pushib kelganim yo'q. O'zimning holi o'zimga ayon. Atigi umrim yetamdi, buni bilmayman. Şoň ko'zimning uchiqida omonatni o'z egasiga topshirib bersam degan umiddiman. Shundala ko'zim uchiq ketmaydi." "Sizlarning omonat deganlari gapni ochiq qilsalar, nima demoqchi bo'lganlarini faqatla anqiramidin?" "Sening bir qizing bor. Mavludaning sendan bo'yda qolganligini bilgan chig'imda to'y qilib bir uyga kirmay turib, shundoq noshoyon ishlarni qilib, qizimning yuziga dog' tekkizganing uchun sendan nafratlandim. Shu tufayli sendek tarbiyasiz, nokas biriga qizimni loyiq ko'rmadim. Shunga Mavludani uyga solab qo'yib, sen bilan aloqasini majburiy uzdirib o'tgan edim. Mavludaga qo'songdagi bu mehnatni cho'ng bo'lmas tushirib o'tgan desam, u "Yo'q, men cho'qim tug'iman, bo'lmasa choyqan doğrusu ichib o'lib olaman" deb menga tahdid silib, gapimga faqatli kirmadi. Mavluda joyillik qilib turib uning ra'yiga boqdim. Umu mening ra'yimga beqib, uydan sirtqa chiqmay, sendan aloqasini butunlay uzib, 9 oy 9 kun qo'saq ko'tirib, men o'lib bir tirilib degandek oxiri yangidi. Bola tug'ilganda u to'lg'oq azobiga bardoshlik berolmay, hushidan ketgan ekan. Şoň tug'ut onasi va boshqalar bolaning tug'ilishi bilan ko'tirib mening yonimga olib ketdi.
Mening sana bo'lgan o'shmanligim ko'zimni ko'r qilib bichora bolani bizning bog'da bog'vallik qiladigan Sardor degan biriga topshirib, shu kunla uning xotin bolalarini elib yiroqqa ketishini aytdim. Sardor bolani ep ketgandan keyin Mavludamo hushiga keldi. Men tug'ut onasi va boshqa yordamlashganlarning og'zini pul bilan etib bolani o'lik tug'ildi, dafn qilib o'tdinglar deb topildim. Ularni deginim bo'yicha Mavludaga shu xabarni yetkazdi. Shu kundan keyin bechora qizimning kulginni faqatli ko'rib boqmadim. Oradan 2 yil o'tganda biz uyda yo'q vaqtda u xat qoldirib qo'yib, bizning bu xatni ko'rgan vaqtimizda o'zining olli burun daryoga sakrab, bu dunyodan xo'shlish bo'lganligini, shuni o'zini izlab ovora bo'lmasligimizni aytibdi. Biz Mavluda qoldirgan xatni ko'rgandan keyin daryo bo'yiga berib izlab qizivatdik. Uning yo tirigini, yo jasidini topolmadik. Shu kundan keyin vijdon azobida yegan tomoqim tomoq emas, uxlagan uyqum uyq emas. Hozirgacha yashaptiman. 1 yildan beri bizning oilada ba'zi bir ishlar yuz berib, orq-orqadan besim bo'layvergashga turib yurak keslim qo'zg'aldigan bo'lib qoldi. Shunga ko'zimning uchiqida sen bilan Mavludadan tortib olgan, sana tayyorliq bo'lgan navramni san qaytirib bermoqchi. Hozirgacha uning yeydigan, ichadigan, kiydiganlarini men ta'minlab berib kelgan edim. Men ketib qolsam, bichora bolam yar yo'laksiz qoladi. Shunga sana qaytirib bermoqchiman. Buningdan keyin uningga sen qarag'in. Baya uni ko'rdim. U Mavludaning kichik vaqtiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekan. Bugun kechdi berib, barliq ishlarni uningga aytib, aytila barliq narsalarni yig'ishtirib, umoq navramning qo'lidan tutib kelib, sana o'z qo'lim bilan topshirib beraman. Men sizlarga yaxshi qilmadim. Lekin hozir buni deganmangmi? Tashqi üst beshimni o'ttirdan 2 qilib yerib berganmangmi? Foydasi yo'q. Bo'ladigan ish bo'ldi. Mavluda ishkinglarga yuz kelmayman. Men Mavludadan kechirim so'ramasdimlar. O meni tashlab ketdi. Sen bo'lsangmi, meni kechirgin bolam. Mavlud Kamilbayning so'zlarini anglab, o'zining Mavludadan bo'lgan bir qizining borligini anglab, bir turib hayajonlandi. Yana bir turib, hozirgacha o'zining qon pushtini yo'shirib qolgani uchun Kamilbayga achchig'i keldi. U Mavludaning o'lim xabarini shu vaqtda boshqalardan anglab bo'lgan edi. U Mavludaning hijronida azoblanib yurgan shu vaqtlarda opasining xotin asang azobing asta yo'qaydi degan gapi ham opasining majburlashi ostida hozirgi ayoli Nargis bilan to'y qilgan edi. Uning azobi to'y qilgan bilan yo'qab ketmadi. U to'y qilgan shu kundan boshlab Mavludaga bo'lgan seg'inish o'tlari texmi kuchayib, azob ustiga yana bir azob qo'shilgan edi. Mavludning opasi Mavludning tushkun holatda yurganligini ko'rib, o'g'liga chidamay uningga: "O'g'lim, bundaq tushkunlashib ketmagin. Nargiz yiningda sana hamroh bo'layotmamdu ana. Unimi o'ylab qo'ygin. Sizlar to'y qilg'ili 5 yil bo'lay dedi. Hozirgacha uyning chirig'ini yo'ritqidek bolanglarmi yo'q? Sen bundaq o'zingni tashlab etib yurmay, baliq bir kuchab boqqin. Ha? Bola bo'lsa, ikkilarning o'tirsig'imi mehr tushidi. Mavludaga bo'lgan muhabbating ham seg'inishingmi asta yo'qaydi. Qanday? Ha? Gapimni o'ylashib boqqin amsa. Mavlud opasining kunda mushuninga o'xshash bir to'qay gaplarini anglab zerikib, oxiri opasining deganining asosi borligini o'ylab, bolalik bo'lish uchun sinab boqdi. Biroq
balaliq bo'lanmidi. Shuncha tirishgan bo'lsa-mu, baladan faqatli sado yo'q edi. Ayoli Nargizni doktorxonaga olib tekshirtibmi baxti. Lekin yanada bo'lmadi. Mavludmu asta-asta balaliq bo'lishni arzu qiladigan bo'ldi. O'z pushtidan bo'lgan bir balasi bo'lsa, japa tatib tikligan egilikini balasiga topshirishni o'ylaydi. Lekin uning bu arzulari ko'pikka aylangan edi. Mana bugun beshiga omad qushi qo'ngandek, tunji so'ygan ma'shuqi Mavludadan qolgan birdan-bir qizining xabarini oldi. U uxlusi tushidimi, o'zining bir balasi bo'ladiganligini ko'maydi. Shunda qilib, Komilboy ketgandan keyin Mavlud yordamchisi Arslonni yeniga chaqirtib, Komilboyning deganlarini uningga birma-bir so'zlab berdi. Arslan Mavludning so'zlarini anglab, uni muboraklagandan keyin ishim bor edi debla sirtqa chiqdi. Va binoning oldidagi amonlik saqlag'uchidan so'rab yurib, Komilboyning mangan yo'linishiga qarab, orqasidan mashinasini haydab mangdi. Komilboy mashinagami chiqmay, piyoda mangan bo'lib, pasiga tayinib manganligi uchun uncha yiroqqami ketmagan edi. Arslan Komilboyni yiroqdan tonib oldi va mashinasini asta haydab, orqasidan uning qayerga bordiganligini iz qo'g'lab mangmoqda edi. Komilboy to'g'idek mengib, 2 soat yo'l yurib, ipar ishlayotgan oshpuzilning oldiga keldi. Ondan yo'l bo'yidagi tosh ustida ostag'ini o'ltirdi va hassiga engikini qo'yib, iparga qarab jilmayib o'ltiradi. Uninggacha Arslan mashinasini yon tarafga to'xtatib, ipari ishlayotgan oshpuzilga kirib, Komilboyning qarawatgan odamining kim ekanligiga ko'z yugurtmoqda edi. Oshpuzilda hozir xaridor yo'q bo'lib, faqat iparla bor edi. Mehmon, qani bu tarafga o'ting. Nima tomoq yeysiz? Hozir tez chiqadigan tomoqdan polo bilan tugirli bor. Boshqa tomoq sal saqlab qolasiz. Qani o'ltiring, men sizga qiziq choy olib kelay. Arslan iparning takalluf bilan mulozimat qilishlaridan xijil bo'lib, qo'rsiqi to'q bo'lsa-mu, o'zining bilmoqchi bo'lgan uchuriga ega bo'lish uchun tugridan 20 ni buyurtib, choy ichib o'ltirdi. Va iparga bu yoqqa keling deganni qilib, qo'l ishorasi qildi. Ipar qozonga tugrini selib etib, partuqini chang qamonlig'inicha Arslanning oldiga keldi. Nimish mehmon? Boshqa bir narsa kerakmi? Yo'q bo'ldi, rahmat. Ayibga buyurumsangiz, sizdan bir narsa so'ray dedim. Siz bu oshpuzilning oshpuzmi? Ismingiz-chi? Yo'q. Men xizmatchi, ham oshpaz desakmi bo'ladi. Ismim Ipar. Gulboston acham hozir yo'q. Acham yo'q vaqtlarda tomoqni men itaman. Sizni bu yerda azaldan ko'rib boqmabdi ekanman. Qaraganda men yo'q vaqtlarda Gulboston achamning atgan tomog'ini yeb boqqan o'xshaysiz-a? Mening atgan tomog'im achamnikiga yetmaydi. Shundaqdim tetib yiqin. Tegirning qiymalarini men qilib, o'z qo'lim bilan tikkan edim. Yana boshqa so'raydigan savolingiz bo'lmasa, men berib qozonga qaray, tegir pishib bo'lay dedi o'dayman. Ipar illiq kulimsirab turib, shulani dedi. Arqadan qozon beshiga berib, tugrini asta-usta qilib aralashtirib etgandan keyin taxsiga usib, kichik bir piyolaga lozi ochiq suvlarni tangshab, Arslanning oldiga akeldi. Va Arslanning tetib yiqib, o'ziga baho berishini kutib, kuzatib turgandek qarab turdi. Arslan bir tal tugirni yeb, qo'lining bosh barmoqini chiqarib qo'ydi. Va Arslan o'zi erishmoqchi bo'lgan javobga erishgandek bo'ldi. Chunki do'kon sirtida bo'vay Iparga bo'yindab qarab o'ltiradi. Shunga u do'konda boshqa odam bo'lmagandan keyin Mavlud apandining qizi Iparkan deganni jazmlashtirdi. Ondan yeb bo'lmagan tugirni o'ratqizib, bek o'xshabdi, men vaqt chiqarib yana kelaman deb ismining Arslan ekanligini, tanishqanidan xursand bo'lganligini aytib qo'yib, udul mashinasi bor tarafga qarab yo'l oldi. U Komilboyning kimning uyiga bordiganligini saqlamoqda edi. Kashma kirdi. Komilboymi Iparning ishdan tushmaganligini ko'rib, Sardarning yaniga berib, o'zining demoqchi bo'lganlarini oldin deb qo'yish uchun Sardarning uyi tarafga qarab yo'l oldi.
Nurxon uyda Sardarga to'xtamay, yana shu pulning jidilini qilib atadi. To'satdan eshikning urilgan ovozini anglagan Nurxon Sardarga eshikni oching deb do'qib qo'yib, chechini o'chibadek tarab o'ltirdi. Sardarning Kamilbay degan ovozini anglab, alvastidek qo'yib etgan chechini lapangishtganicha yugurib eshik oldiga chiqdi va Kamilbayni ko'rib, hiligarlik kulkisi bilan Oyey Kamil efendi, Kamil bigim, beshimizning to'riki tag'a, qani ishchiga marhamat. Sizlardan bir yil xabar kelmay, o'zlaridan bakla ansirab ketgan edik. Mana oxir o'zlari oldimizga keldilar. Çay içemla, soğuqsunmu? Nurxon tulkidek hiligarlik bilan Kamilbayga zo'r qo'shilani da'vatlatdi. U o'z ko'nglida bizga bir yil bermagan shu pullarni biroqli belgili kelgan gap deb o'ylab o'tadi. Ishlar Nurxonning o'ylaganidek bo'lmadi. Chunki Kamilbay Sardar ishkisiga iparni o'zining dadasining yeniga, ya'ni o'z oilasiga olib ketgili kelganligini degan edi. Sardar bu gapni anglab, xush bo'lib, mamnuniyatga to'ldi. Biroq Nurxon g'azabdan ko'zini chakchaytib, Kamilbayning yoqasiga esilib, qayibla tushdi. Nima? İp ketman? Ha, po'xni ip ketarlar, po'xni. Baqtirdiganni baqtirib, menga po'x suydigan adolat cho'nqini bilib, endi ip ketmoqchimi? Ha, uxlab tushiblar.